Ko'pchilik ayollarda savol tug'iladi. Klimaks necha yoshdan boshlanadi? Agarda bu savolga javob berishimni xohlasangiz, obuna bo'lishni unutmang va men davom ettiraman. Klimaks normal holatda 50 yoshdan keyin bo'lishi kerak. Lekin 45 yoshdan keyin boshlangan klimaks ham erta klimaksga kiradi. Lekin agarda siz endigina 40 yoshdan oshgan bo'lsangiz va sizda hayz kelishini vaqti o'zgarsa, kuni o'zgarishni boshlasa, qisqarsa yoki qon ketish holatlari kuzatilayotgan bo'lsa, demak uni davolash kerak va gormonlarni normaga keltirish kerak bo'ladi. Agarda sizda qizish, besabab asabiylashish, yurak urib ketishi, kechqurun uyquni o'chib ketishi yoki kechki terlash paydo bo'lgan bo'lsa, kun davomida bir necha marta peshonangizda, bo'yningizda qizish paydo bo'layotgan bo'lsa va xotirangiz tushib ketgan bo'lsa, eng yomoni esa agarda siz turmush o'rtog'ingiz bilan besabab urushayotgan yoki jinsiy aloqani xohlamayotgan bo'lsangiz yoki jinsiy aloqa vaqtida sizda qichishish, achishish, qurish paydo bo'lgan bo'lsa, bu demak sizda klimaks boshlanibdi. Oddiygina gormonlarni normaga keltirish holati bilan bu holatni to'g'rilasa bo'ladi. Agarda sizda bu holat vaqtli boshlangan bo'lsa, 50 yoshgacha hayzni to'xtatishni oldini olsa bo'ladi. Gormonlarni normaga keltirish uchun esa endokrinolog yoki ginekolog shifokoriga murojaat qilishni unutmang. Agarda shunday ma'lumotlar sizga qiziq bo'lsa, profilimga obuna bo'ling.